Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, salomatmi? Sizlardan salafan oluvdim. Men Surxondaryodanman. Tbilisga birlik Xitoy buyuk devor salafandan oluvdim. Bizda juda kuchli shamol bo'ldi, bilsalaringiz. O'ta kuchli shamol bo'ldi endi. Ko'p Tbilislar ochib tashladi, uylar shipirnab ketdi. Alhamdulillah biz anaviga parnika hech narsa qilmadi, jon yetkazmadi. Salafonlar ham turibdi. Qo'shnini shipir uchib kelib, bitta ikkita joyini teshdi. U ham shipir kirib ketganda, lekin salafonlar yirtilmadi yaxshi. Kecha yana bitta to'lqin bo'ldi. U sal pastroq bo'ldi, lekin uzoq kechasi bilan bo'ldi. Davomli soat 3 gacha bo'ldi kechasi. Bitta ikkita zajimlarni yulib bergan, lekin salafon yirtilmagan yaxshi, alhamdulillah. Endi yakshanba kungacha shunday ob-havo ko'rsatib turibdi. Hozircha yaxshi. Salafonlaringiz yaxshi ekan. Bu yog'i men vaqt ko'rsatadi, nasib qilsa tinch o'tib ketsin.